Nurali Chobag'on do'mbrani mohirlik bilan chertar edi. Farruh Nuraliyevga baxshichilik bobosidan meros. Uning otasi ham do'mbrani yaxshi chertadi. Bu baxshichilik san'atiga kirib kelishimga birinchi sababchi bo'lgan inson bobom Nurali Chobag'on. Undan keyin sababchi bo'lgan inson otam va Shoberdi Baxshi Boltayev ustozimizdan do'mbira kuylarini eshitib, shu ulg'ayib, undan keyin mana o'zimning ustozim Baxshiqul Baxshi Tog'ayev doston aytish sirlari, terma aytish sirlarini, ovozni qanday sozga tushirishi, ovoz uyg'unligi hammasini shu ustozlardan o'rganib kelib, mana shu kungacha hozirda elimizning yaxshi kunlarida, to'ylarida, davlatimiz tadbirlarida faol ishtirok etib, qo'ldan kelgancha doston termalarda ijro qilib kelyapman. Ta'riflasam tog'da edi savlati, boysinira o'ynab o'sgan yelati, men bo'laman shu odamning farzandi.